Advent kalendar ochamiz. Qizlar, bu safar oddiy advent kalendar emas, mashhur kosmetik advent kalendari. Biza o'zimizning mana shaxsiy advent kalendarim. Qizlar, men sizlarga ko'p variantlarimizdan birini ko'rsatyapman. Bunaqa variantlar hali ko'p bo'ladi. Upakovkasi bir xil bo'lishi mumkin, lekin ichida boshqacha narsalar. Qaysidirida arzonroq narsalar bo'ladi, arzonroq brendlar, puli ham arzonroq bo'ladi. Qaysi biridadir lyuks narsalar qo'shilgan bo'ladi, uni puli qimmatroq bo'ladi, lekin upakovkasi bir xil bo'lishi mumkin. Mana bu qog'oz press bo'lib keladi. Meni prosta vaqtim yo'q. Har bittasini yasa, ichini to'ldir. Meni qizlarim skladda yasab, to'ldirib, rasmlarga olishadi. Men sizlarga prosta o'sha ko'p advent kalendarlarimizni ichidan bittasini raspakovka qilaman. Ko'p gapirmaymiz, ketdik. Tortik ochamiz. Tak. Shiseda. Kim bu brendni tanisa biladi. Bu yerda hammasi исключительно brendlar. Bu sivritka. Shisha. Shisedani mana shunaqangi yuz uchun kichkina sivritkasi. Bu yerda raqami yo'q, xohlaganinglardek ochinglar. Keyingisida bizda First Aid Beauty'dan yuz uchun ko'pik. Bu Sephora'ning brendlaridan bittasi. Первая помощь degani, First Aid degani birinchi yordam. Bu yil sizlarga bu brendni ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Sephora'da juda ham ko'p brendlar bor, men prosta ko'pini sizlarga obzor qilmaganman. Keyingisi bizda Cosrx'dan ana ulitkani essensiyasi bor, tonik essensiya. Mana cho'ziladigan bor-ku, ana o'shanaqa. Hamma yuzlarga to'g'ri keladi. Keyingisida bizda ikkita narsa. Birinchisi Noise'dan duhi probnik, keyin Way firmasidan badan uchun mist. Probniklari bu ikkita probnik. Taram, qizlar bunisi sizlarga yoqadi. Fenty Beauty. Da. Fenty Beauty'ni lab uchun bleskini qo'ydik biz. Advent kalendar zo'r. Qaranglar, rangini hammaga to'g'ri keladigan universal rang. Keyingisi bizda Cetaphil'dan kichkinagina umivashka. Yumshoq skrab effektini beradigan nima deydi? Yuz uchun ko'pik. Bir xil ko'piklar prosta yuzinglarni tozalaydi. Bu bo'lsa skrabga o'xshab sal chuqurroq tozalaydi. Explosion. Bunisida nima edi? Dolce Gabbana. Yana bitta lyuks. Dolce Gabbana atiri. Jijinatoyi qaranglar, asalligini shunaqa shirin sumkalarga solib qo'yasizlar, koptasini ko'tarib yurish shart emas. Yokida ishlatib ko'rib bilasizlar, sizlarning hidinglarmi yoki sizlarniki emas. Hammasi 100% original. Umuman o'ylamanglar, kitayskiy bir balo solinganda. Keyingisida bizda Tarte brendini lab uchun plumperi. Mana shunaqangi kichkina formatda, bu ham sizlarga bir oygami yetadi agar даже har kun ishlatsanglar ham. Juda chiroyli, takoy, bu ham rozovый rang. Mana shu advent kalendarda sal qiynaldim ichini to'ldirishga, chunki zakaz qilganimizda rasmda mana nimalari, idishlari sal kattaroq ko'rinadi. Kelganda juda ham kichkina ekan, ichiga siqqunicha qo'ydik narsalar. Tak, keyingi yecheykamizda ikkita narsa. Bittasi Origins degan brend bor, Amerikani brendi bu. Qimmat brendlardan bittasi agar Google qilib ko'rsanglar. Menga yoqadi maskalar, yuz uchun maskalari. Glow Boosting Gel Moisturizer. Bu shunaqangi увлажняющий krem, yaltillatib turadi yuzinglarni. Keyingisi Drunk Elephant'dan mana bunaqasiga mundoq qilib ko'rsatdi. Drunk Elephant bu Sephora'da teenagerlarni yaxshi ko'radigan brendi. Bu Bronzing Drops. Shunaqangi zagar yaxshi ko'radigan qizlar tomizasizlar kremga yoki kremga tomizib sursanglar, prosta yaltillab, свежий anaqa effektini beradi. O'zini sursanglar, sal zagarni effekt beradi. Keyingisi Pharmacy brend. Bu Sephora'ning uходовый kosmetikalaridan bittasi. Bular ko'proq uходовый narsalar chiqazadi. Pharmacy brendining gidrofilni sherbeti, pardoz yechadigan sherbet yuzga. Keyingisi mana shunaqangi bizda yuz uchun pimple patch. Ugrilarga qo'yib qo'yadigan patchi tuzatadi bir kechada, faqat uni olib tashlamasliginglar kerak. Kechqurunga qo'yinglar, meni maslahatim kechasiga. Men bir xapat kechasiga qo'yib, целый dень ham yuraveraman ertasi kuni. Va oxirgisi bu advent kalendarimiz 12 talik. Oxirgisi Benefit brendi, kim biladi? Benefit brendi juda ham qoshga gellari bilan mashhur. Aynan qoshga gelini sizlarga qo'yibman. Mana o'sha mashhur qosh uchun geli. Cho'ziladigan konsistensiya. Mashhur kosmetik advent kalendarlari kelgan, yozinglar. Tayyor vanniylaga nabor. Yana yangi yil tematikasida. Gel для душа bilan badan uchun losyon. Vanilniy такой shirin, sladkий vanilniy aromat, kuchli bunikida. Menga yoqqani yog'ochli podstavkada qizlar. Buni keyinchalik shu kosmetikaga organizer sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Plastik emas, yog'och. Yengilga yarasa naborli so'raysizlar-yu, mana sizlarga nabor tayyor. Uğrash ham kerak emas, juda chiroyli. Voy, o'zi hamchi eng og'ir skrab bo'ldi mana shu qizlar. Upakovkasi katta, bayramona, yangi yil stilida. Mana bunaqa magnitniy korobkada. Ichini ochsanglar, buni ichida 8 ta skrab bor. Hozir sizlarga aytaman qanaqangilari.
Birinchisi peppermint, bu shunaqa myatniy konfetkalarni hidi, aloe bilan shea yog'i, vanilnisi, gingerbread bu shunaqangi vypchkani hidi kelib turadi, xullas. Almond oil, bodom yog'li, keyin sweet mint, shirin mentol, honey almond, asal bilan bodom, oxirgisi wild berry, dikий ягоднisi. Ichini qaranglar. Buni qaranglar chiroyliligini qizlar. Mana spesial qo'shuvchasi ham bor skrabni olish uchun. Organik qo'shuvchi taxtadan qilingan, ko'ryapsizlarmi? Shunaqangi sovg'alarga boplab tushadigan narsa qizlar, har bittasi 100 gramdan ekan. Ichida 8 ta, demak 800 gram, почти 1 kilo kargoni yedi deb bu ham. No, lekin buni chiroyliligini ko'rib chidab tura olmadim, baribir oldim. Mashhur kosmetika kelgan yozinglar. Bilasizlarmi nima bu? Victoria's Secret'dan shunaqangi освежитель. 2 xilidan oldim. Buni xili ko'p, bir 5 xilimi, 7 xili bor. Men hidlab ko'rdim do'konida-da, menga mana shu ikkita hidi yoqdi hammasidan. Qolganlari qanaqadir shirinroq edi men uchun. Bittasi menga, bittasi erimning mashinasiga, erimga kuzgi sovg'alar korzinka yig'ib olmanda, o'sha korzinkasiga solaman. Hozir hidlab ko'ramiz qizlar. Men hidlab ko'rganman, уже esimda yo'q to'g'risi. Esimda boshda mana shu ikkalasi menga yoqdi. Hidlab ko'rganimdan keyin do'konida turgan joyimda srazu onlayn zakaz qilib yubordim. Уже qancha vaqt o'tib ketdi-da, men уже esimda qolmagan bularni hidi. O'shaning uchun hozir hidlaymiz. Qaysi biri meni mashinamga ketadi, qaysi biri pochchaylarning mashinalariga ketadi. Albatta o'zimga yaxshi sinab qolaman. Akkuratliroq ochiy, chunki sog'aga ketadi-ku. Ichida ikkita bo'ladi qizlar. Bilin, hozir ochib qo'ysam, qanaqa qilib erimga sovg'a qilaman keyin. Bitta narsa o'ylab topdim qizlar. Как вы думаете? Men naq qilsam-chi? Qaranglar. Hozir. Mana bunda ikkita cho'mni. Bitta oq, bitta qora erimga bo'ladi. Bitta oq, bitta qora menga bo'ladi. Erimnikini maminisiga solaman, chunki o'g'il bolalarga cho'mliroq ranglar yoqadi-ku. Korobkasi shunaqa bo'lsin erimnikida. Mana. Bu erimga sovg'aga ketadi. Maminisi o'zimga bo'lgani uchun bemalol raspakovka qilib hidlaymiz. Opanglarda kalla ishlaydi. Bu Paris Hotel ismi. Qizlar. Shunaqa bogатый hidi. Вот ismi qanaqa bo'lsa, hidam o'shanaqa Paris Hotel. Bu qizlar qog'otda mamnaqangi meni ofisimga joyga qo'yib qo'yishinglar, butun ofis hidi kelmaydi. Yo'q, bu kichkina joylarga yoki kichkina tualetga yoki mashinaga. Men mashinamga рассчитывать qilib olaman. Блин, qizlar, такой табачный запах. Og'ir lyuks duxilarni hidi, табачный запах bilan aralashgan. Judayam zapах bogatstva deyman-ku, ana o'sha. Esimda deyman, bu Paris Hotel shunaqaligi. Bularni yaxshilab yopish kerak endi. Bittasini ishlataman misol uchun, hidi o'tirib qolmasligi uchun ochmanglar lutshi. Bularni hidi chiqib ketadi-ku ochsanglar. Bundoq qilib yaxshilab yopib qo'yamiz-da. To'xtanglar. Mana bunisini ochamiz. Bittasini mashinamga solib qo'yaman hozir. Bunisi Santal Amour. Bo'lin, qizlar, bu ikkalasi ham unisex, ya'ni ayollarga ham erkaklarga ham to'g'ri keladi. Qizchachalarni gulchalik hidi deb o'ylasanglar, adashasizlar. Og'ir lyuks, pulli, boylik, sayohatlar, qimmat spa ham emas, spani hidi ko'proq o'tlarga yaqin ketadi, lavandaga yaqin ketadi. Spa emas, otel imенно, otellarning hidi. Aeroportda duty free ga kirsanglar hidi bo'ladi yoki aeroportda lounge bor-ku, sipdan chiqqaninglarda, o'shalar. Bo'lin, ikkalasi ham zo'r. Bu darajada kачество qilishadi deb o'ylamagandim. Men bunisini o'rab tashladimmi, men buni mashinamga borib ilib qo'yaman hozir. Это уровень. Вот это уровень. Sasso yo'lkalar emas, sassiq bo'ladi-ku, hidliysizlar mashinaga aromatizatorlarni искусственныйligini shunda sezib turasizlar. Organik emas, искусственный, kitayskiy, dishmanskiy bir baloni hidi kelib turadi, bilasizlar. Вот прям sezasizlar искусственныйligini. Shunaqa emas. Shunaqangi hidi zo'r qizlar emasligi buni olib ko'ringlar. Mana ilib qo'ydim qizlar. Hozir mashinamga o'tirsam, shunaqa hidi zo'r. Kecha sizlarga obzor qildim-da, mashinamga qo'yib qo'ydim kechqurun. Mana ertalab turib hozir mashinamga kirsam, shunaqa hidi zo'r qizlar mashinamni.